70-80 ta xonadon. Xonadon. Nechta xonadon bor? Jami 950 ta xonadon bor. Mana shu yerda bitta nima? Hammasi boqish. Hammasida tovuq bor, bunaqa ko'p emas. 2 ta 3 tadan. Shuni biz ko'paytirmoqchimiz. Kamida bitta xonadonda o'sha 50 ta qora tovuqdan gaplashib o'sha bu bank bilan Assalomu alaykum. Qani, sizda siz ham tushuntirib bering, xuddi quyonga o'xshab, qayerdan olib keldingiz, zoti qanaqa, qancha tug'adi? Shu yerda xonaki tovuqlardan yig'ib ko'paytirilgan, kasalliklarga chidamli. Shu aholiga berib boqadigan bo'lsa, 50-60 tasini qo'yib olib turib, o'sha ratsion boqib, naqada boqish ham shart emas, qo'yib olib, shu xonaklar tovuqlarda qapas shart emas, yerga qo'yib olib turib, naqa boqsa ham sertifikat ham olinyapti, naqa qilinadi. Nimada tomorqada yurib bo'ladi. Boqsa bo'ladi. 50 ta boqadigan bo'lsa, kamida 40 ta 45 ta tuxum bo'ladi. Buni daromadi qanaqa? Buni daromadi endi bu xonaki tovuqlar tuxumi 2000 so'm, 3000 so'm bo'lyapti. 2000 so'm, 3000 so'm bo'lyapti. Qancha boqish mumkin o'rtacha? Mana mayli og'ir bo'lmasin. O'rtacha 50 ta 60 ta. 60 ta tovuq bemalol bitta xonadon boqsa bo'ladi. Ishdan kelib ham 1 soat vaqt ajratib donini suvini beradi, to'g'rimi? Kuniga 100 ming kamida daromad bo'ladi. Ertalab barvaqtroq turadi. Ertalab uxlamaydi-da, soat 6 da turadi. 6 da turib, tovuqlarga 1 soat qaraydi. To'g'rilarni beradi. Daromadini ayting qarang, endi shu joyi qiziq. Endi 50 ta tovuqimiz 100 grammdan yegan 6 kilo don yeydigan bo'lsa, 5 ming 30 ming so'm don yeydi. Kuniga nechta tuxum 50 ta tovuqdan? 50 ta tuxumdan endi biz 45 ta 48 ta mil olishyapmiz. O'rtacha 40 ta tuxum olinganda ham 80 o'zi yeydi. 80 yeydi. 80 ming so'm yo'q. 40 ta tuxum 2 mingdan 80 ming. 50 ming so'm 50 tasi 100 ta bo'lsa 100 ming so'm daromad bor. Kuniga 100 ming so'm. Yana bir 10 ta tuxumni xonadonni o'ziga qolyapti. Ko'chadan sota olmaydi. Qanaqa reja qilsangiz bo'ladi bu tizim bilan siz mahallada? Hozir bizda o'sha mahallada chiqib turgan o'sha tovuq boqaman deb chiqib turgan nimalarimizda bank bilan shartnoma qilib, bu aka bilan yuzma-yuz ro'para qilyapmiz. Bu akadan shartnoma tuzib, bankdan tovuqlarni olib kelib, tovuqni boqish. Murakkab emasmi? Yo'q, murakkab emas. Qissa bo'ladi. Qissa bo'ladi. Lekin baribir 80 ta oila kam ekan sizda. Endi buni ham ochiq aytish kerak. Agar 900 ta xonadon uchun rais to'g'ri kam to'g'ri. Kam. Buni ko'paytiramiz, xudo xolasa. Katta oddiy narsa ekan. Haqiqatan tovuq tuxumlari 2000-3000 bular xo'jalik bo'lib tuxumi qimmat ular. O'zimizning iqlimga o'rgangan, o'rgangan tuxumlari ham nozik emas. Nozik emas. Lekin parranda baribir tirik joy anaqa bo'ladi, lekin oq tovuqlarga mana shu qafasda, mana shu holatida boqsa ham bo'ladimi? Harorat necha bo'lish kerak? Harorat +18 o'rtacha bitta xonada. +18 bo'lsa, turaveradi turishda. Turaveradi. To'g'rimi? Suvini berar ekan, donini beradi. Qishda ham tug'uradi shunda 18 gradus. 18 da. Yozda +10 ga qo'ying, yem ko'proq yeb qo'yish mumkin. Bular sizlardanmi bu ham? Kurkalar bizdan. Aha. Qanaqa kurkani ham aka o'sha Bigotda eng sergo'sh yo'nalishiga o'zimiz xonaki kurkalar shunaqa chachishni. Bundan nechta qarash mumkin? Sergo'sh yo'nalishiga o'zimiz xonaki kurkalar shunaqa chachishni. Bundan nechta qarash mumkin bitta xonada? Bitta xonada joyiga qarab qarash mumkin. Qancha? 10 ta olsa bo'ladimi? Endi kamida 50 ta olsa, bittaga bersa daromad bo'ladi. Endi kichikroq xonadonda bir 10 taga ham qarasa bo'ladi. 10 taga ham qarasa bo'ladi. Xo'p, 10 tani hisoblashaylik, 10 ta qanaqa bo'ladi? 10 tasi. Endi 100 ta olganda misol uchun o'zimiz 18 million, 17 million o'rtacha sut bor 100 tasiga. Endi qo'yib yubormasdan don berib boqilganda go'sht 40 mingdan 1 tondan go'sht 40 million daromad foyda bo'ladi. Agar 100 ta boqsa bir yilda 40 million. 100 ta boqsa, tovuqdan 100 ta boqsa-chi, ikkovini qo'shib tovuqni qancha dedingiz bir yilda? 100 tasidan kuniga 100 ming. Kuniga 100 ming. 300 ga ko'paytirsa 36 million. Kurkadan 40 million. Mayli bir 70 ham demaylik, 60 million ikkovida daromad bor ekanda. Daromad bor. To'g'rimi? Keyin biz o'zimiz tarqatamiz. Biz shartnoma berganmiz 100 ming ta kurka shu mahalliylashtirilgan kurkada 100 ming ta qora tovuqdan yetkazib berishga shartnoma qilganmiz.
Shartnoma bo'lgandan keyin olib kelib tushunmagan joyiga ratsionlar boqilishini, boshqasini hamma yo'lga yordamini qilamiz. Ismingiz kim? Fayzullo. Fayzullajon, mana shijoatingiz zo'r ekanda. Shu bor hamma gaplaringizni bajara olasiz. Bajara olamiz. Odamlar olaman desa yetkazib berasiz. Bajarib yetkazamiz. Yetkazib berasiz. Mahsulot olib borsa sotib ham olasiz. Go'sht olib borsa Mahsulot bersa biz sotib beramiz. sotib berasiz. Sotib berishga anaqa qilamiz. Qilsa bo'lar ekan, Qilsa bo'ladi. Buni ham hozir shu chaqirib shu yerda hamma aholimiz o'rganib ko'ryapti. Buni ham yo'lga solamiz. Chunki bizda ko'proq ko'chachilikka ixtisoslashgan bo'lgani uchun mahallamiz. Endi shunaqa tovuq, qo'y boqish, inkubatsiyadan o'sha jo'jalar chiqarib